Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. My name is Ulug'bek Shukurbayev. Otasining erkatoylari bo'lgan bir Yo'l o'yin maydoni emas. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sizlarda yana men Ulug'bek Shukurbayev. Yana qoidabuzarliklar, yo'l bezorligi borasida fikrimizni davom ettiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video zudlik bilan o'rganildi va ushbu videoda ko'rib turganingizdek, haydovchi tomonidan turli xil xavfli manyovrlar qilib tezlikni oshirganlik, drift holatlari, transport vositasini davlat raqam belgisiz harakatlanganlik holatlari va eng asosiysi esa men Ulug'bek Shukurbayevni rasmiy demak formamni olib ushbu ijtimoiy tarmoqlardagi videoga obro'sizlantirishga olib kelgan haydovchi topilib, uning transport vositasi ko'rib turganingizdek jarima maydonchasiga joylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar sud organlariga yuboriladi va O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10-moddasi, ya'ni yo'l bezorligi borasida hujjatlar sud organlariga taqdim etiladi. Biz barcha yoshlardan, barcha haydovchilardan bu kabi xatti harakatni hech qachon takrorlamasliklarini, har qanday holat bo'yicha qonun ustuvor jazo muqarrarligi albatta ta'minlanishini yana bir bor eslatib o'tamiz. Men Ulug'bek Shukurbayevning rasmini, ovozlarini qo'yib Instagramga qo'ydim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa yoshlarga tavsiya bermayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa takrorlanmaydi. Hech kimga tavsiya bermayman.